Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga 3 uyimizdagi boqib turgan germanskiy kvetimizni sotuvga qo'ydik. O'shalarni obzor qilib beramiz. Olib keling kamera. Yelinlarni ko'rsatib qo'yingmi? Yelinlarni ko'ryapsizlar, toza germanskiy xudo xolasa. Tuyonlarning kallalarini ko'rsating. Tumshug'ini ko'rsating, oq tumshuq. Bunisini ham ko'rsating. Olib keling kamerani. Ko'ryapsizlar, bunisi zavadsiz ko'p to'qal xudo xolasa. Tuyonlarni ko'rsating. O't orqasiga buni ham yelinlarni ko'rsating. Yelinlarni ko'ryapsizlar, oppoq. Bunisi ham xudo xolasa toza shved. Buni ham yelinlarni ko'rsating. Ko'rib turibsizlar, bu tuyalarning kallalarini olib kelib ko'rsating buni. O'zimiz bularni 2-3 oydan beri tanlab olib kelib uyda boqyapmiz. Xudo xolasa sotuvga qo'ydik. Narxlari 18 million so'mdan kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Do'stlaringiz ulashib qo'yinglar, shunaqa xonajini oqtarib yurgan. Chorni piyoz bilan gibrid so'rayotganlar uchun gibridlar ham bor. Faqat ko'rsatib qo'ying, ularda obzorni ertaga qo'yamiz xudo xolasa. Bular hammasi uyda boqilayotgan, o'zimiz tanlab boqayotgan xonajinlarimiz. Video yoqqan bo'lsa do'stlaringiz ulashib qo'yinglar, rahmat hammaga.